Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ehvalul isnadil haberiyyi. Bu isnadi haberiyiniki ehvallarıniki üstedeki baptır bu deyildi. Biz hem de birinci bab ne? Okantık ilmil maani de yukarıdan de şu ilmil maani degen babniki özü 8 babda munhasir boludu. Yani 8 bablı boludu, başkası bolmaydı dedik. Dep bolup onu diken onu bir-birlep nima kıldı? O yerde dedi. Palani isnadı haberi musnad edeydi geldik. Hem de hazır hem de şunun ki 8'deki birincisi olan isnadniki ehvalları geldi. Yani isnadniki ehvalları. Anda o halde isnadki o haberge mensup olan bir xil nimva isnad var. Şununki ehvalının üstücü nimkalımızı ondan toktayımız deydi hem de. Hem de ehvalun degen gep, bu nima degen gep ehvalun degen, bu haluniki cem'isi. Halun degen, nima degen gep, yani hal degen, ma adamniki, yani ehval Uygurcha. Ehval degen, nima boludu bidem ağrıp kalıp bidem yo'qolib bidem qildi degen gep, yani arıza olgan bir sebeple. Bunu ehval deydi Arapçanın üzüdüma. İsnad degen nima degen gep? İsnad degen esnaden yuslidu isnaden deydi, nima qildi? Bir yerga yo'lidi. Tayandu de bir yerga mındak nima qo'ydi, mındak yo'lab, mındak qo'ydi degan gap bo'ldi. Qandekin mesela bir adamga ya tamam mındak yo'linib tursa, onu isnad deydi. İkisi yo'linib bir-birisiga tamam yo'linib ya bir yerga yo'linib mındak turgan bo'lsa, onu isnad. Endi yo'lab ashta qan bo'lsa, onu isnad, yani yüzü yo'lab qo'yibdi, babalama kichikvalni. Va tamam yo'lab qo'yibdi yoki falan yo'lab qo'yib yotqizib qo'yibdi deganda deb bu isnad degan nima o? Mutaddi. Sanat bo'lgan bo'lsa, o yo'linibdi. Mesela mundaq yursa, madam ana yo'linib qapti ya, tamam yo'linib qap, uxlab qapti deganda deb bu nim bo'ladi? Sanat va isnad degan shu ma'nida. Endi unda o'g'an ekan, hozirgi ma'ni ulumalarimizning istoyida bu isnad, yani sanat degan nima? Men oldingi darsda dedik. Bu nima? Mubtada va xabardan iborat bo'lgan ikki narsaniki o'tirsa, ikkisi bir-biriga taynishib, ikkisiki o'tirsa tutib turadigan bir narsa shu bor. Nima o? Rabit deb atadik. Yani Zeydun qoimunda Zeydlar qoiminiki o'tirsini chigib turadigan bir rabit bor. Bu ko'rinmaydi, ham deyilmaydi. İkisi o'tirsini chigib turadi. İkisi bir-biriga taynib, xabarning o'zi mubtadaga, chunki mubtada markaz. Xabar nima? Uniki agasi bo'ladi. Unda o baş xabarning o'zi. Ana oniki xabarniki o'zini ham mubtada o'ziga yo'lash. Zeydun qoimun dedik. Anda oniki mushu Zeydun qoimuniki o'tirsida hu degani qiyam. Qiyamning ahvoli. Qiyam, yani zat o'rtug'chidir dedik. Aşk o'rtug'chi degan gapni o'zi zat yuklidik. Yukligan deyken bu yüklüşimizdeki ahvol bo'ladi. Uni boşroq yuklab qo'ydikmi? Zat o'tiribdi deb. Yoki vallahi zat o'rtug'chi dedikmi? Yoki jazman vallahi billahi deb men zat o'rtug'chi dedikmi? Men vallahi bir de ta'kidlik hammasi zatlar qoimniki o'ttirsa qiyamning nisbatini nima qildi? Kuchlantirdi. Bu herkes vallahi inna la zaydan la qaimun, inna zaydan la qaimun deganidek bu nima cümle ismiye, kasam, lam degan bu ta'kidniki harflari bu zat yoki qoimni kuchlantirishga kelmaydi. İkisiki o'ttirishga nima nisbat var? Qiyam. Yani qiyamniki zaytga yepishib bak chingmi? Mesela söylelniki ne yoki bir narsa chaplaydigan nima deymiz endi? Şu yepishtirgan narsa o'zi bak yaponinikidek kuchukmi? Ya Xitoynikidek ojizmi? Degandek ana mushtaq nima qilsa, mana ani shu mushtaq tushadi. Shunda bak chaplashdiq mesela ta'kid keltirish orqali ishqisini mehtab. Deganlik shu bo'ladi. Bu nima deymiz uni? Isnad deymiz. Endi bu isnadning o'zi mutlaq xabar, fil payning o'tirisi bo'ladi. Bu o'g'andiki bu yerda xabarga mansub bo'lgan isnad degani insho bo'lgan isnad shu xorij. Buning gapini qilmaydi. Nima qilmaydi uni gapini shu qilmaydi. Chunki yuqorida bitib ketdi ana. İnşaatlar mandaq olsa, xabari olmasa inşallah tugidi bu gap. Bu gap undan izdirib, tamam, izdirib deganime ur degan gap bo'ldi.
u degandekin vallahi billahi deb unda kelishi mumkin. Ammo bu yerda xabarga mansub, ya'ni bir odam sirti bo'lgan narsaniki o'zini, sirti bo'lgan gapning o'zini, bo'lgan ishning o'zini men ma odamga deydigan gap. Bu xabar verdi. Xabar vergandan degandan odamning ma ahvoli qarab ma gapman desam, bir og'iz gap qilsam odam gap bilmaganlik ishini mening gapimga deb normal gap qilgan gap. Ya'ni ta'kid keltirmay, ya'ni ching chaplamaydi. Endi sen inkor qilgan odam bo'lsa nima deydi? Bir qator ta'kid. Jazman kipti jumonglar deydigan gap. Rosti kipti deydigan gap mesela Uyg'ur tilida. Uni taqim uni xudo olsin jazman qasam qilmak jazman kipti bilan ko'rdim deydigan gap. Degandan aşağıdaki ta'kidniki istidodi xabari bo'ladi. Ashuni nima qilish? Kuchlandirish. Ya'ni kuchlandirish degan ahvol degan nima gap? Kuchlanibdimi? Kuchlansa qanday kuchlanibdi? Bak kuchmi, normalmi, tövenmi yoki kuchlantirilmabdimi? Men bunun üstündeki nima? Xabar. Uni da boshqa shu muhtavoda xabarniki o'ttirisiki nisbat haqiqiymi? Bu pek muhim. Bunu bilmek. Çünkü nima uchun? Xabarning o'zini mubtadoga yuklab, uni o'ttirsa shu nisbatni chiqarishning o'zi bu amaliyotga uyg'un bo'lishi kerak. Haqiqiy degan shu. Masalan, qanda qiyomning o'zi bir narsa harakat, jadval narsaning o'zi bundoq harakat qilib, oniki bunda qopti degan gapni, bu gapning o'zini mubtadoga yuklab bo'ladi. Ammo zaytnaxuni qopib hamda nima deymiz hamda qopti tam degan bo'lamda, masalan yoki zaytun qopib nima qom zaytun degan vaqtimizda nima deymiz? Qoma jidarun degan bo'lamda. Qoma jidarun degan olmaydi. Bu xato bu. Çünkü tam deganimiz jonsiz. Uni qilmaydi, turgan bir tushib, bir o'ltirib, bir yetib, bunda qilgan narsa shu emas. Emas bo'lgandan bu majoz bo'ladi. Buning ustida men qilgan gap qilgan gap. Ya'ni mubtadoning xabarga nisbat berishda buniki o'ttiriki ash nisbat, ya'ni chigib turgan narsa haqiqiy ishqisi bas keladigan tarafmi yoki unda kelmaydigan tarafmi? Men mushuning ustida bormi? Bir mincha ahvollar buning ustiga keldi. Biz bu bobda mushuni nima qilamiz? Maqsad shu qilamiz deydi. Mesela okumagan adamning o'zini voy ma adam olim desak bo'lamda, bo'lmaydi. Olim sen deydi, bu olim bo'lmasa qanday bu olim degan gapni unga yuklaysa degan gap. Bu ahvol juqqandi. Endi deydi musannif yo'q shak jazman xabar beruvchiniki maqsadi o'zidagi xabar bilan. Ya'ni bir xabar beruvchi odamning maqsadi o'zi xabar bilan nimani ko'zlaydi? Ikki. Mana bu o'zi xabar bilan bir adam ameliyatda bunda ashub deb ding-ding yugurib uy kirib yoki bunda degan bo'lsa buning maqsadi, ya'ni buni kelib chiqqan asos maqsad ikki. Birisi muxotabga foyda berish, muxotabga tinglab turgan uning adamini, ya'ni u adamning gapini anglayotgan adamga foyda yetkish nimani ya hukmni. Oyat onda qilibdi, mayat bunda qilibdi, onda qilibdi deb hukm bo'lgan edi. Voy urishibdi, ketibdi, ayol ketibdi, mayat qilibdi, va urishib ketibdi deganda aşağı hükümlü varını şu ahvallarını üzü neyim karış manıga maqsidi manıga yetkisip koyar ben bilmem de madahçı deydi. Bu emniyet uygulanır. Ya ki o işinki, o adamınki şu işinki alim ihkelliğini bakış payda veriş. Eğer muhatap bo'lgan gapni shavatgan odamning o'zi gapni bilmagan bo'lsan, ayat xabar olgan odamning maqsadi gapni shavatgan muhatapga bunda bo'pti deb buni uchun foyda berish. Agar o'ltirayotgan odam gapni shavatgan odamning o'zi olim bo'lsa, u nima qildiki, biladigan uni demabdi ekan. Masalan, uni demabdi, "Oy, men mana qaytib turgan, mana qilibdi, unda qilibdi, bunda qilibdi, sen deganda bunda qilibdi degani men bilmayman-ku mana, sen bilganligini men bilmayman-ku." degan o'zidagi olim ekanligini bo'ldi xabar berish oldu. Bu men bu adabiyotniki mana shu gapning muqobat o'zida mushu maqsad qilindi. Shunaqa amaliyatim shunaqa qana adabiy gap qilsa, o'zi olim ekanligini bildirish, siz bilsiz men bilmayman deyish, yoki men adam bilmaydi, bilmagan men bilmayman, bilganlik men xabarini yetkazib qo'yay. Deganlik uchun bo'ldi endi. Buni nima yo'q, unda gap shakchu yo'q. Bu hem de tövenki gapga mukaddeme musannifning ve atılındı birinci xil işiniki üzerine faidetel haber. Haberlik paydası deb atıldı nerede? İlim maanida.
İlmani'nin yüzüden tefsir ve güzel kitapta paydatul haber sen muşini közleymiş. Paydatul haber degan ma muhattabniki yüzü bilmeydiken adam haberi bunun paydat küsüptü degan gap boludu. İkincisine atılıdı lazimeha. Şu paydatul haberinin nemisi lazimi. Dep nem kılıdı atıldı. Yani lazimi degan ne gap? Yani adamın yüzü hani bildim dişlen birle anı ma muhatap haber verdim dişlen birle çünkü adam madem neymiş haber verdi o diyen neymiş yapını kıldı. Ben anı için kıldım ma adam bilsin de şununla birlikte ben o adam bilmekçi olsa ben bilgen boğandı iken onun da kep çıkılan neslim ben bilmeyen diyen gap oldu. Ben bilmeyen diyen iken bu ne oldu faydalı haberniki bir lazım oldu. Lazım boğan itibardan şikayet edildiğimizin lazimu faydalı haber depnin kılkemiz ataydıkemiz diyeceğim de haber vege adamın bir gap ka adamın qaratqan muhatap qaratqan gapiniki maqsadi muşta ish qil oldu. Bunun ish qanday yok. Her qanday adam muşta şu qalı demdi. Dünyada gap qatqan, muş tashviqot qatqan, radio, televizor, uya bu yerda gap qilib, ya xat yozib, kitob yozib qatqan adamning hammasi maqsadi shu. Qanday qildi? Ularni xat yozayotgan, gap qatqan azam men bilmayman. Mak ekranın aldidiki gapning shavatqan adamni o'zi bilmaydi. Men buni yetkizib qo'ya. Bu paydalı var son diyen gap çok buludu. İgel onun içinde bildiği adam olsa yine medde değil. Anladığı okuduğu adam olsa bu gap yine o gap diyen olsa yani demek siz bilirsiniz ben bilmem o diyen çok gap buludu. Hemimiz şurada buludu hazır dünyada. Şimdi muştak çok buludu dedi. Diyen de kelamlar tören ki muş yaptığın mukaddimesi. Yani muhatabın üzüge bilmedikken bunu bir alim bilmedikken bilmegandiki men bildirib qo'yay degan maqsad qildim ha. Qildiki deydim. Ba'zi vaqtda tushirildi olim bo'lgan kishining shu ikkisiga. Endi shu ikkisiga o xabarniki o'zida bu biladi ekan. Tingshavatqa adam ham foydasini biladi ekan, ham lozim foydani ani biladi ekan. Mushundoq odamning o'zi ba'zi vaqt o'zida jahil odam o'rniga tushirib qo'yibmiz. Gapni şavatqan adamın üzü, muhatap bu adamın üzü, alim bolsa mı avakanın üzüge qaytıdın deyimiz. Adam koya an bilmeyenden. Nimişka? Nimişka deysi o gapni? Nimişka degende, mene şu cahilinin, yani şu alimninki mağmağallık cehdidin, mene bilgen ilmininki mucebege. Mene bilgen ilim nim kıldı? Mene icap kıldı. Şu ilim ise bilgendiki şu bu emel kıl deytin. Emel kılmağandikin nima qilibdi? İnkar qilibdi. Bilmagandek munda turgan ekan, shuni nima deydigan gap ana ekan. Hey, ma ishni qil jubon deydigan gap. Masalan, har qanday bir odam, men musulmon, mu'min degan odamniki o'zi zodi islom dinimizdagi ahkomlarini hozirgi dunyomizda hammasi biladi. To'qamiz biladi. Namozning farz ekanligini, ro'zaning farz ekanligini ishlar biladigan gap. Ha, shuningdek iymon nima uchun bilaman deydi. Bilmen degandeken, yani bu doğruluk bütün ehl ilimlerimiz ve davetçilerimiz şunudek mene kitap yazıvatka adamın üzerine muqadı hazır. Şu mezmunda hizmet kodudu. Hizmet otkan neyim degen gel? Esi şu adamın üzerine hemmisi bilgendeki emel kısı bolutti. Onun netsi iman aciz, netsi namazı okumayvatkan, netsi arahını içivatkan, İslam dinimizde haramkan, tosvatkan nesinin üzerine. Mene yalgan gap vatkan, vez sumayvatkan, ahlak bozuk ketken. Ağın imdayan gap, yani şu adamın üzerine, imdayımızın kayıtlıdır yine, şu iman doğruluk, İslam doğruluk gap çok kılımız. Ne diyen gap bu? Siz bilmeysiz, bilgen bolsunuz, emel kılsın oldu. Bu bildim diyen gapın üzerine, şu ilminiz, İslam dininin neyimi gösterken şu emel kılsın, siz bunu bilmeysiz. Bilmegenlik için, bilmegeninizi bir ifade etmedi, anda olsun, bilmegenlik onun için biz müştak, gap kılıp, dağlamıştak, kılmayız diyen gap oldu. Hem de, mesela, ne mi deyimiz mesela, as-salat vacibetun ne diyen gap. Mesela, namaz percümanlah diyen gap. Ne mi gap? Bu gap ne adamın Müslüman boğandıkken, bu esi buludu. Ayat namaz vakti gelsin, bak oturup taklandıkken namaz per diyen gap, sen namaz perzi okumaydıkken sen, ben okutup koyay diyen çok oldu. Müştak gapını çok kılımız hemdi. Müştak şu gapını çok kılıdı deydim. Andayken layık geldi müştak şu cahil adamın alim, bilimlik adamın cahil, bilimsiz adam onu düşürüp, müştak kandıkken layık geldi şu kıskartıldığı terkitten
hacetninki miqdarıqchilik. Yani adamning joyini o'rniga tushgandikin, uni gap qilmoqchi bo'lsak, o'shaningizda bu odamga gap qilishda bizniki ehtiyojimiz qancha talab qiladi. Ya bak inkor qilyapti, ya bo'shmi, yoki tovanmi, yoki inkor hech qanday bir narsa yo'qmi? Men mushuni qarab gapni shunchalik qilamiz. O'shaningizda bu odam bak johil, bak ishni bilmay qora men musulmon deb turgan bo'lsam, gapni oldirmay, tas kuchlantirib, bundoq deymiz. Ondan keyin bakrak o'shaningizda gadankash, to'g'ri olsun, unmay meni xato, meni to'g'ri deb turib olgan nima bor? Va men bir ilm fanni o'qigandan bundoq deb. Uniga delil akirib shundoqchi deydigan gap. Ammo tuz odamlar shu haqiqiy taqvoga u gapni qilmaymiz. Ana Alloh taolo bundoq dedi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deymiz shu bo'ldi. Shu qarab şu hacet nim bo'lsa shu to'g'rida gap qo'y, uch gap qilmaymiz deydi. Qachon ekanni qarab boqamiz. Agar bo'lsa bu odam, mana bu tinshavatqa odam, mana joyining o'rni tushigan odam, zehni xoli bo'lsa, yiliq hukmni. Yiliq hukmda nima ekan? Zehni xoli ekan. Ya'ni uniki qanday ekan bilmayotganda, bilmagandan keyin va taradduddan shu hukmda. Yani ikkilinishdan xoli. Ya ikkilim qolmaydi. Bo'lganmi, bo'lmadi, hech qanday xabari yo'qlar. Bunda bo'lgan bo'lsa, o'chanizdan bihojat qilinadi. Shu hukmni, shu nima qiladi? Bihojat qilinadi. Nima? Hukmni kuchlantiruvchidir. Hukmni kuchlantiruvchi nima? Mana inna Allah nima? Qasamniki nimalari harflar bor. Buni nima qilib xoli gap qildim. Nima deyman? Namoz nimada vojibdir deb qo'yamiz. İnne vallahi inne la salatun vacibetun demeyimiz. Yani tekit geldiğince demeyimiz. Şu salat vacibet çünkü o nime hali zihni bir az yapkandikin bilmegandiki deylendi. Mesela yeni de Müslüman babam olsun bunun için kıldı, kubul kıldı. Ve eğer o adam mutereddit bolsa şu hükümde. Mesela bir gapni anlattım, rasmıdı, rasm esmidi. Ey, bulmaganda kıldı cumhurlar. Diğerlik bolsa talep kılıp şu hükümni. Ama bunu ay boğan mı olmadı ama bir hakikaten bilsem bol deyipti. Diyen bolsa uçağınızı güzel oldu. Şu hükümünü kuşlandırır bir muakkit öyle. Neymeler bir muakkitle kuşlandırırız. Kanada inne zeyden kaymılı deyimiz mesela. Bir misal zeyden kaymılı cık deyimiz o anda. Cezmen zed örtürüp doğu diyen iken arası deyip anıken del aş muhsa yal şu anıken şu da şunu dedik. Bu gap del aşı yani üz del keldendi. Bu da çok kılmışsaydı. Ve eğer böyle bu yaptığı şavatlı adamın özü munkir olsa, inkar kılışıptı. Hükümünün kıptı. Ya onda iş bulmaydı o hata o. Müştahımı kolalamdı depti. Diyen bolsa kanda oladan bunu muhatap bunu itibar aldı ya bunu bildi o muhatapın özü. Şu an balagat diyen gap şu. Şundan vacip oldu şu hükümünü kuşlandırış. İnkarnınki hesabı olar. Yani o muhatapniki şu hükümünü inkar kılışınki men ehval qanchalik bakmi, normalmi, tövenmi. Muşunu qarab anadikin hükümünü şunu qarab nima qilamiz? Kuchlantiramiz. Agar töven bo'lsa bir dona nima qilamiz? Ta'kid qilamiz. Ikki o'tirali bo'lsa qani ikki dona ta'kid. Bak uni yuqori olgan bo'lsa 3-4 dona ta'kid jazman shu deymiz. Muşular anadikin çünkü mutkellim bo'lgan adam, muhatap bo'lgan adamniki, ahvolni qatog'i elib muhsayal şu an e'tibor münasib. Şunu qarab andagi gapni kuchlantirib, normal kuchlantirib, bak kuchlantirib degan keyin dalhol bu gap aşağı tushdik. Buni nima bo'ldi kalam balog'at bo'ldi. Mushtachu bo'ldi deydi. Mana buni misoli qandaqki dedi Alloh taolo hikoya qilgan holatda İsa alayhisalom elchilarga. İsa alayhisalom qanchasi 12 var yotdi. Mana elchilarga ol İsa Aleyhisselam'nınki men elçilikten hikoya qilib meni nima qildi xabar qildi. Şu İsa Aleyhisselam 12 dan elçilerimizde uyabiyaga nima qildi da'vat evetgan. Evetgan vaqtida men Alloh taolo şu İsa Aleyhisselam'ın elçilikten hikoya qilib meni Alloh taolo deydikin, o bir vaqtdagi taksib qilindi Peygamber İsa Aleyhisselam elçileri. Uyabiyaga bas nima dedi? Menga sen nerede İsa'nın elçileri olsan o İsa peygamber emas deb aşağı nima qildi? Taksib qildi. Birinchi qatimda. Birinchi qatim uni bir qachon kelgan. Ya sen İsa'nın elçisi olamsan İsa'nın bana o sen işini qil dedi. Degandikin uni birinchi qatim qilgandikin nima dedi o birinchi qatimda ular Qur'oni Karim Alloh shu hikoya dedikin inna ilaykum mursalun. Men bir ta'kid keldi dedi. Jazman mana biz sizga elchi dedi. Bir qatim ta'kid keldi.
Va ikkinchi qatim, yo'q, nasıl biz unmaymiz, kele bir diyor. İşte, kim depti onu? Degandiki ikkinchi qatimda degan nima dedi ular? İnna ileykum lemursalun. Cezmen biz sizlarga cezmen elçi biz depti. Lemursalun. Bu ikkinchi qatim kelgan. Ana ash ahvollarni ashundaq bilgandiki, ma oyatni shuni keldim ha. Men Qur'oni Karimning ijoz ham balog'at bo'lishi uchun men mushon. Mushon. Men mushtaqchi bo'ludi deygandi. Shunga mushtaqni qilamiz, uni kuchlantiramiz. Buning bo'ldi, ashtachu kuchlantirib, ashtat deb, joylardan mushtaq, nima odamlardan joyib, nima qilib, tushirib, uniki joyli ekanligi qandoq, zehni xolimun yoki mutaraddidmun yoki inkor qilamdi. Inkor qilish qanchalik? Men mushni qarab, shu tabliğ, şu ahkamlarni o'zi, shu yerdagi ahvollarni, odamning ahvoli qarab nima qilamiz, unga deymiz. Shunday deymiz. Tabliğ shuni qarab yaparmiz. Anadikin gapning o'zini toz kuchli, qalb o'tgidek ashta shu gap qilib, ba'zan normal gap qilamiz, ba'zan kulib turib gap qilamiz mushta. Xo'sh, endi bu mazmun nima qildi? Tugadi. Va atıldı birinchi qismni. Birinchi qism qavun xoli zehni bo'lgan, ya'ni zehni xoli bo'lgan, ya'ni adam dedik ya, shu birinchi qismni ibtidoi. Birinchilik emas, ya'ni birinchi gap qilgan vaqt o'zida qilgan holat bu deb ataladi. Ikkinchisini nimada? Ya'ni mutaraddid ekan. U odam bu anglabdi, xabari bor ekan. Lekin mutaraddid, bu bo'lamdi, bo'lmamdi, qandoqdi degan nima deydi ekan, uniki o'zi talabiy. Talabga mansub ma'ani hukmniki o'zining jazman ekanligini men isbotlaydigan bir dalil lazım. Yani talabga nima mansub deb nima qildi, atildi. Endi uchinchisi inkari. Üçüncü deyimiz onu inkar deyimiz. Yani aşağı adamniki aşağı hüküm olmaganlığının üzerine aşağı inkar yak dep durgan üzerine inkarga mensup olan hüküm dep deyimiz ki inkar qancha olsa andık şunun karttan nima qilamiz, unaga aşağı hükümni kuchlantirib, ikkisini o'ttirsa dikani. Risalet adam Peygamberniki, İsa Aleyhisselam'niki yüzü bir peygamber. Allah Teala etmekan. İsa Aleyhisselam yüzü kartta andiki 12 havayı diye elçilerin yüzü uyabıyak evetken. Bu elçilerin yüzü 12 adamın yüzü risalet çaplaş. Şuna mı risalet çaplaş? Çaplaşta birinci katım hem inkar kıldı ya yakaman işini kıl yok diye. İkinci katım tehim kuşlandırdı. Bu da anıga risalet diyen yapının yüzü bunun düşentisi de İsa oldu ya ki firişte oldu değişlik. Her gün sende insan bu kadar bana olsan bize insan tutsa değildik. Bunu katta anı işi yüksen bulmaydı o. Demişler çok değildik. Şuna hazır Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber hikayelerini umum Müslümanlar bilirsin mi? Kafirler bilmez neymiş kan? Çünkü bu risaletine Allah'ın elçisi gel bana o Allah'ın elçisi olsa pirişte olmam da herkese de vatkan gependi. Ha şunu ola anladıkken Allah Teala bunun kara Kur'an-ı Kerim'de ibaret olan mucizemizi nime kıldı deli kıldı. Ondan sonra keltirip bak. Eğer Muhammed Aleyhisselam peygamber unutsan Muhammed Aleyhisselam sen okşaş bir adam. Seninki onun atısı var, apısı sen bilsen, yitip de o. Hiç kimi bilmeydi o. Bilmeyi turluğu sen, onda olsan bu adam ağzı çıkartan gap şu yeğeyin. Ona keltirip bakmamız emsin diyendikin, bu yerdeki Arapların emiz şunu hayran kaldı da, oy, dep emmiz bakıldı da, oy kılımızı da bir yan hesap baktı. Bu mısa balağat, bu edebiyat nemiziyat en yukarı dereceye yetken millet. Şu can yüzden. Gap kısmı normal şurada gap kıldı. Aşında turu keltiramiz Kur'an'daki hiç kadar bir ayetini yapınız. Ama keltirip baktı. İnne ataynani ya ki el qariyata oxşaş. Mıda şekil aşlaqken. Bunu kapis şundaqken bizim keltirip baktı depti. O inne ataynani bilen o keltügen o bir sözün. Şunda el qariyata ve başka söz bilen başka keltügen nasıl asman zimi fark var. Bunu unda olsun nimizden deyin. Bu diyen bizdeki zihnimizni bu sirki bağlar. Abi bizim muşundak adak ekip koyduğumuz cadiger, sahir dedi. Sahir dedendi. Bu nime o? Bu cadiger. Bizim muşundak kırıp bu aldap bizden bomuz kalıptık. Biz kılamağa işini kılıçını üzü biz aldap demez mi o? Küzün boyap muşundak kırıptı o dedi. Bunu başka ondağa mesle dememiş şu. Hem de muşundak üç xil adatlı üç xil isim bakken. Bunu çok bildik. Hem de deydi o. Kalamni çıkarış şu xil holatga men yuqorgi shu uch xil nimaga men holatniki o'ziga men chiqarishniki o'zi nima deb atildi uni men shu yuqorgi uch qism bor uch qismga chiqarishni o'zi chiqarganlik deb muhtizoi zohiriga chiqarganlik deb atildi. Muhtar zohiriga chiqarganlik bo'ldi.
Çünkü muhatapniki muhtaza zahir şu. Muhtaza zahir deme. Onunki tashqari ahvolniki taqozo qilgan narsani nima qilish? Men boshqa inkor qilman. Ya mana bundaq zenim qoldi, ta'kid qilmasa men nima qilaman? Onun uchun men gapingizga ishonmayman degan gap. Bu nima? Muhtazi ani buni qarta ekangi kalam muhtaza. Bunu qarta nima qildi? Chiqdi. Ikkinchisi mutaraddid bo'ldi deydi. Bir qator ta'kid keldi, inkor qildi, ani kuchlandi deb. Men bu narsaning o'zida shu kalamni muhtaza zohirga tingshayotgan odam zohir ahvolga qarab deyilgan gap deb nima qilamiz uni mushtaq chiqargan bo'ladi deydi. Endi mushtaq chiqarganning o'zi endi zohirniki ahvol qarab bo'ladi ekan. Xo'sh, mushtaq gap qilsak bo'ldi. Endi deydi bu yerda ko'p vaqtda chiqarildi bu gapni shu muhtazo zohirning xilof bilan chiqib qo'ygan ish bor. Qarab baksa bu gapniki bu ahvolning zohiri ma adamning devatgan gapiniki ashnims bu adamning zohiriga tingshayotgan adam zohir muvofiq emas. Ammo shundoq bo'lsa-mu ash gapni ashyoda qiladi. Bunda chiqargan ish shu arablarniki va insonlarning o'tirna jiq deydi. U jiqchu bor. Qanday qiladi? Masalan, qilindi so'rmagan odamni, hech qanday savol qilib bo'lmagan odamni savol qilgan odamga o'xshash gap qilib qolamiz. Gap qilib qoladi deydi. Qanday? Qachoniki ilgari qilingan bo'lsa, shu savol qilmagan odamga andaq bir narsaga ishorat qildi, o narsa shu savol qilmagan degan xabarni nima qildi? Ishorat qildi. Bir xabar bor degan gapni nima qildi? Ya'ni ishorat qilib qoldi. Ishorat qilib qoldi ekan, shuna bu so'rmagan odam, shulamanda bu so'rmagan odam meni qarab qoldi shu hukmga talib mutaraddidniki o'rnida qolib qolgan deb, ya'ni ikkilinib qolgan ikkilim hem talep qilib qanday ekan bilsam bo'ldi degan odamni qarab qoldim, qarab qolganda o'sha nima qilgan qarab qoldim. Buni o'rnini qilamiz, uni tushiramiz. Bunu şu tushiramiz. Mana Alloh taoloniki "Vala tuxatibni fillazin zalamu innahum mughraqun" dedi Alloh taolo. Mana bu alayhisalom. Endi bu yerda bu gapning o'zi mana bu Qur'onda shuni deb men mush kitoblarda noyidchiq. Mana şu mesela bu manda deb qalsa manda deymiz ku endi. Bu usul kitoblar, labzi baqs kitobda işte chiqdi. Magap mana degandiki aldı magapni qilib qo'ydi, hech bir munosa voy, nima gapdir degandan bu yerda uqqadim. Andiki magapdan manda bir savol chiqdi. Savol chiqqandan keyin men musannif meni javob berib degan. Ha, endi tushundik. Ya rost. Mamda qo'yga degan biz mutarat bo'lib qoldik endi. Mutarat bo'lib qolgan akam oyoq qolgan ekan, buni qarta so'rmasangmi, musannif o'z bilgandan keyin magapni mana savol chiqqandan keyin men buni qarta magapni oysam qarab, ya'ni men qarasam ush qo'sin men javob bergan bo'lib qoldi. Degan çok gap chiqadi. Endi bu oyatda Allah Teala Nuh Aleyhisselam dedi ki, "Hitap qilmagin sen bana, ey Nuh." Onda bir kishi qildiki, ular zulm qildi, nimaga? Meni o'zlariga. O'zlariga zulm qilib, iymon etadigan, ya'ni o'zi iymon etqilmay, 950 da'vat qilsam iymon etmay, az odam nima qildi ular? Men iymon etdim. Bular üzücük qildi. Men mush kishilarning haqida menga nima qilma, ikki gap qilma dedi. Nima degan gap bu? Voy, gap qilmaydi, nima ish qilgandi u? O degan gap chiqib qoldi dani. Nuh alayhisalomning zehni jazman bor. Ma gapni olgan odam shuni tushunadi. Hey, gani masalan biz Uyg'ur tilidami? Mesela adam to'g'ri ikki gap qilmoqchi bo'lgan qani. Qanday ko'p baxsin deganki, nima bo'lar, nima qildilar deydigan gap. Nima qilgan nima deyman? Bu kuni opma taqvotaman deganki, shuni deb aşağıda Meşadaki ayet yani innahum mughraqun degan va la tuxatibni billazina zalamu degan mush oyating o'ttirida bir savol bor. Savol bor. Voy, mana buni xitob qilma debdi ya, bu nima ish bo'lganda, nima qilmoqchi ya Alloh degan deydi ekan. Qanday qilalar buni degan savol bo'lib qoldi yani. Savol bo'lib qolganiga nima deydi u? Inna go'ya u nima bo'lgan mutarif uqmaydi endi. Zeyni o'g'amiz mug'raq bo'ladi desa bo'ladi. Lekin a gapni qildi ekan, ha. Nimkonu bu qanday qilganda degan ekan, go'yo hukmni talab qilib mutaraddid ikilib qolgan odam nima deydi Alloh ta'kidlab innahum muhraqun. Jazman bular g'arq qilinadi deydi. Bu usta çok gap qiladi. Bu odamda inkor qilgan odamni inkor qilmagan odamniki o'zini so'ramagan odamni o'zini so'ragan odam o'rniga chiqib qo'yamiz. Aslida bunun muhtaza zahir nimeti ta'kidlab keltirmaslik. Zahiri şu. Çünkü o yer sual yok. Ama bu yerde şöyle bildirdiği bir narsa işaret var. Şunla anladık ki bunu
Şu sual sorumlusu sorgan orada andık ta'kidlep keltirmişler şu kıldan gap. Hem de yeni birisi deydi. Ve gayrul munkiri kel munkiri. İnkar kılmagan adamni inkar kılgan adam okşaş düşürünüz. Hem de inkar kılmagandaki kanday kılış kerek. O yerda onu ta'kidlep, o yükümün yüzüne vay deyip çingitip bunda deyişin haceti yok. Lekin o zahiri onun için bildirmeydi. Şu an o adamni inkar kılgan adam onu düşürüp durup andaki yükümünü tas kuşlandırıp şu deydi. Kanday çağda kaçanlık aşkarı olsa menen şu adamga yani şu inkar kılmagan adamning yüzüge mene inkarniki belgilerinden boğan bir nime alamet belge aşkar olsa. Qarab baksak bu uçağınızda inkar kılgan adamning yüzüne boludu uçağınızda onu inkar kılganiki onu tayyorlab qilmoqda turdi. Ama unda işni qilmaydi bu. Unda işni qilmaydi. Mene bu qilmaydi. Endi inkar qilmaydi ama kivadido nim qadido. Ama şu okudu. Ama buniki ahvali inkar bunda bir iş bo'lmaydigandir. Jugandikin andikin nima qilgan gap uni inkar qilgan gap, inkar qilayotgan yo'q deyotgan odam uni tushiribla andiki gapni imkon kuchlantirib deymiz deydi. Nima deymiz? Masalan, men bu she'r shunda debdi. Ja'a shaqiqun arzan rumhahu inna bani ammika fihim rimahu debdi. Keldi shaqiq degan odam men to'g'ri qilgan holatda o'zidagi nayzisini. Men bu aslida bu shaqiq bilan shaqiqniki men tog'isniki o'ttirsida urushib ekan. Urush olmoqchi ekan. Har ikki taraf askarni akib ikki tarafdan mushtaq shu mangdi ekan. Urush maydoni olmayapti. Urush maydoni mang'aniki ma shoirning o'zi shaqiq degan odamning o'zida urush bo'lganligini o'zida biladi bo'lmasa odam shaqiq uchoq biladi. Lekin uningdan bir xil holat oshkor bo'lib qoldi. Nima? İnkar qilgandek bo'lmaydigandek qarshidagi tog'illarning o'g'lida ya qoral binasi yo'qdek urush bo'lmaydigandek lag'aylab qoralning o'zini mundoq tutib rasmiy mundoq hushyor olmamay qoral mundoq qo'yib mundoq ishga tashlab g'ilabni ish qilib mundoq dikildab mang'andi ekan. Ey nima deysan deb nima dedi ekan. Shaqiq o'ziniki nayzi to'g'ri qilganlar nayzi mundoq tutib mundoq minish kerak. Ammo to'g'ri mundoq nayzi qilib qo'yib mundoq holat keldi. Shundan deydiki bu odam. Hey shaqiq İnne beni emmike fihim rimahu. Cezmen seninki tağanın oğulları bulardan neyzi var. Sen neyzini doğru kupayım, aldın kupayım. Mandak çok kımma. Dedi ama bu şakininki yüzü, o tağısındaki oğulların zaten aşağıdaki inkar kılmaydı. Ama alamet var. Kanda ama neyzlerke geldi ki bu neyz kötü mandak hiç gerekti. Unda kılma mandak geldi inkar kılganın onu düşürüp ne mi şu an şahit inne diyen her tekitini ekirip yani ulada bir nezin bar degan agar nisbat var. Şu nezdeki bar ekanligini texmi ta'kidlab jazman bar bu degan narsani o'zi go'yo inkor qilgandek bo'lganligini mustaqim qildi, gap qildi dedi. Endi vel munkiru gayril munkir. Ve tushuruldu. Mana bu ma'ashaga nima atfi. Yani yunazzalun degan yerga nima atfi. Ve düşürüldü. Munkir, inkar kılgan adamın üzerine inkar kılmagan adamın onu düşürüyoruz. Bundan iş bağışının yukarı. İnkar kılgan neymi kılış gerek? Kuşlandırıp geliş gerek. Kuşlandırıp gelgen yanın üzerinde goya bu adam inkar kılmagan tek müştak yapını çok kılmaz. Neymiş ka? Kaçaniki aşkar olgan olsa şu inkar kılgan adamdan, kaçaniki olgansa inkar kılgan adamdan anda bir delille, hüccet pakita bolsa ki eğer çonkur oylansa bu inkar kılgan adam bu hüccet paketini ne yapıyordu da özlüğü de yeniktirdi. Onun içindeki hüccet paket aşırıya karab şundan oylagandikken o inkar kısım onu yenip ketkendikken bu itibardan inkar kıptısının çünkü agapning üzerinde şu inkar karta hüccet olgandikken bunu karab o gapni kılmaymayız kuşlandırıp ekemeyiz deydi. Bundan mı iş şu bana inkar kılgan adam onu düşünmüş kan. Çünkü inkar kılgan adam şunda oylasa akıl olgandikken onu da yenip ketip otomatik bir adam öyle demişsin. Şu itibarla muhatabın öz qatağı elip andaki o gapni okumaydı nima ta'kidlab çok keltirmaydi. Mesela nima de? La raybe pi. Yok şek Kur'an-ı Kerim'de bu kitapta dedi. Şimdi şehniki yok ekanligi buni anığı nima qildi? Qur'onga isbotladik. İspatlagan dikin aslida
Kur'an'da şek yok. Allah Teala tarafından Muhammed Aleyhisselam'ın düşkenliğinde biz mümin Müslümanlar bu olduk, biz şek yok. Lakin Allah Teala şu vaktimizde hem hazır mı? Bütün dünyadaki kapırlar, çünkü bütün insan düşkenliğinden bunu hitap kılır. Hitap kılırken hey insanlar Allah düşürgen Kur'an'da şek yok dedi. Bunun içinde hazır ki bütün insanlar hemimiz var. Men Xitay mı var, Amerika hemimiz var. Bu bunun kadar emeliyet edilme onu. Emeliyet inkar kıvatıdı. İnkar kıvatkan imkadı olmayıvadı yani. Müslümanı örüp oturma hatta dinde. Hem eğer onu oylap kalsa Kur'an-ı Kerim'lik yüzüden men ulanınki yüzü inkar kıldığı işin yüzü tabi sağlanmış da bu olan olsa uçağınızda bu edep otomatik adeti yenip gidiyor. Bu inkar kılma resmi Muhammed'in sözü emas ki bu bütün kainatsız bizi yaratkan insanların küçüdün yukarı olan bir xil kuşuniki terbiyeli kipi bu rastgele emas mı? Depçe kaldı. Neymiş kaldı? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e neticede değişlik. Sen Kur'an'ı oşaş. Muşta bir nesi keltü eğer sen bunu unutsan. Çünkü Muhammed sen oşaş bir adam. Onda o keltü bak keltü rahmeti. Onu bak her mevzu hazır. İlmi mevzuya, muşta deyimizene. Min tövcü aldığı vatkan gepini üzere aranda hazır. İlim pen terakki kıldı. Bazı terakki onu icat kıldık. Bunu keşif kıldık. Buna devadık. Bu gepini üzere karab baksa Kur'an-ı Kerim'de min tövcü aldığı bağ. Sen adım müntözükün aranda 60 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl aranda tapsan. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı peygamber olanımız 23 yıl. 23 yılın müddetinde işte peygamber sen tıkı Arap yerim ardın hiç kadar bir yer çıkıp bakmagan. O yer bir yer okualdım ise hem bir hadisi hem bilmeydi. Bilmeydi ki bu malumat nereden aldı? Sen 1400 yıl, 100 yılın aldık ahvanı karapaka yok hiç kadar bir bilmeydi bu ki. Hem hazır kopup Müstadaatimiz terakki kırıp mandak bir imkanlık bunu paylaşıp mandak malumatı iyi olan olsa Muhammed Aleyhisselam bu nasıl okumay turup da min tözün adı imkan Allah'ınki vehisi. Yani Allah'ınki bildirişi Allah müşte yaratkanlıkın şu mandak yarattığında Allah'ın bildirişi şu Kur'an-ı Kerim müştakil diye. Diyen çok yapıldı. Bunu anın kullanık ol yenip geldi. De şu an Allah Teala'nınki la raybe fi de innehu vallahi innehu la raybe de pi de bunda terk etmesi sebepçi şu deydim. Ve hakaza itibaratun nefi. Muşun oxşaştır. Nepini kata gelişme. Biz hem yukarı koyma. Mucablik ipini kulduk. Men kavun. Men ja şakikun arza rumahavu. İnne ben hemmisin imam kalam menfi emez kalamin imam mucab. Onunki al dedi ki. Men vela tukal diyen o gaplar şu. Onda o anki biz mucabning gapini qildik. Nabi bo'lgan gapni boshqa çok qilib. Nima deyman? Hey, ma ish bo'lmabdi. Debdi kelimiz xalizing o odamga. İnkar qilsa mutalaqonlar jazman ma ish bo'lmabdi jumalar degan gap. Agar uni inkar qilsa, vallahi billahi jazman ma ish bo'lmabdi degan gap. Bunda emaskan degan gap. Men bu nabi bo'lgan kalamni xatoga erishdimi? Yuqorqi mucab bo'lgan kalamni xatoga erishdi. Men ashlig'im qildi. O'xshaydi deydi. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.